Assalomu alaykum. Bizni uzoqdan yaqindan kuzatayotgan aziz vatandoshlarimiz. To'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Toshkent avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri chiqib oladi. Ko'rasizlar, mana hozir bu avtovokzal Grand Hoteldan kirasizlar. Lentadan sumkalarni o'tkazganlardan keyin mana kuchsiz zalni kutib olasizlar. Mana o'ngga burilib, ikkinchi qavatga chiqasizlar. Bu ikkinchi etajda kassamiz yonib turibdi. Bemalol ekrandagi ishonch nomerlarimizga iloji boricha telefon qilib 93 258 80 80 joyingizni band qilib kelsangiz, o'zimiz kutib olib, avtobusga soyib joylab, soprovождение bilan qilib, xudo xolsa hammasini chiroyli qilib jo'natamiz. Sizlarning xizmatlaringizdan aytganlar to'g'ridan-to'g'ri Moskva metro Katenikiga, Sankt-Peterburg, Nizhnoy, Vladimir yo'nalishlariga chiqib oladi. Hozir sizdagi avtobuslar va vokzal o'zidasizlar. Avtobuslar qayerdan chiqadi deganlar ko'pchilik savollar bo'lyapti. Men sizlarga peron qismini ko'rsatib o'taman. Keling. Ko'rib turibsizlar, shuni zal bilan kelisizlar va zal tugashiga mana to'g'ri eshikka olib chiqadi. Keling, eshikdan, mashinadan to'g'ri Moskva shahrining metro Katenikisiga, Kazan hamma yo'nalishlariga ketsangiz bo'ladi. Bu yoq orqa tomonimiz, shu tomondan bemalol peron qismlaridan reyslarimiz amalga oshib boradi. 24, 25, 26-yo'laydan avtobuslarimiz 19:00 da chiqib boradi. Ekranda ishonch nomerlarimiz qo'yib qo'yganmiz. Telefon qilib bemalol joylarni band qilib, tanlovda adashmanglar. Toshkent avtovokzalida sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.